Barchaga salom. Sizlar bilan o'sha Krokanzuba bugungi videomizda sizlar bilan men moblar bilan jang videosini olamiz do'stlar. Sizlar men hammasiga bir o'zim chiqishimga to'g'ri keladi do'stlar. Sizlar men kanalga obunani bosib qo'ysalaring, qolgan hammasi zo'r bo'ladi do'stlar. Shuning uchun menga obunani bosib qo'yinglar, prosmotr ko'p kelish kerak. Obunachim 125 dan oshsa tezroq ko'paytirmasak bo'lmaydi. Endi o'zimizning rejimimizga sizlar obunani bosib qo'yinglar. Shuning uchun men kanalimga do'stlar birinchi tuxumlarni olamiz do'stlar. Mana yerda bo'ladi tuxumlar do'stlar. Demak, Nether portal bor-ku. Nether ketamiz. Bundan ko'ra mana obsidian va o'tgan videoda do'stlar sizlar bilan men dragon bilan urushgan edim. Mana mana Chuam quraveramiz do'stlar. Sarqoq naqtashadimi? Ne bo'lyapti? Nima bo'lyapti? A few moments later. Do'stlar, meni nimadir qilib qolyapti. Bossam, yo'l qo'ysam nima qilib qolyapti? Nimadir. Anaqa olibman-ku. Bu menga nima kerak? Men buni o'rniga zajgalka kerak meni do'stlar. Zajgalka. Mana Netherga. Nima oldim do'stlar, men Netherite aslahalarni olamiz. Oddiy sehrlanmagan holatda. Sehrlanmagan holatda degani uncha zo'r emas, lekin bu baribir Netherite. Do'stlar, neki osh hamma bilsa kerak. Bosib tursalaringiz avtomatik kill ketadi. Nether naqasini olmasak bo'lmaydi. Met buzilib qoldi. Nega olmaydi? Do'stlar, nimaga olmay qoldi bu yerda? Mana qarchi. Bizga nima kerak? Qalqon yoki totem? Qalqonni olib beramiz. Chunki qalqon ko'proq bizga kerak bo'ladi va totem ham hali uni olamiz va totemdan ham bitta olaveramiz do'stlar. Bu ham bizga kerak bo'ladi va yana kamon va o'q, kamon va jonni ketkazadigan bundan va yana nima kerak bizga? Yana oltin olma kerak. Başta kadar basam oltin olma yo'q naqada. Mana sehrlangan oltin olma va yana bitta narsa. Yana mana ham olamiz keyin do'stlar. Mana ham kerak bo'ladi. Bu sehrlash stoli, ya'ni yana bittasi naqa. Mayli. Keyin qilamiz. Endi bizga naqalar kerak? Nereden bular gerek? Do'stlar. Oldu. Bundan ve bunu sehrlab oldik do'stlar. Endi sindirib Netherga ketdik do'stlar. Sizlar obunani bosib qo'yinglar uchun. Demak, Netherga olgan. Do'stlar, demak biz mana Netherga tushib oldik. Mana
Mana neza sizlar kutgan nedi. Mana shu. Agar bitta moblar yo'q bo'lsa do'stlar, bunaqa o'zim paydo qilishimga to'g'ri keladi. Ular sindirib ketmasinlar. A few moments later. Mob. Mob o'zi yo'q mob. Gashni tushunmasam. A few moments later. Bitta jang qilishga mob yo'q. Mob. Bo'lsam do'stlar, biz mob qilib o'ynaymiz. Bunday qilishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Bezirdan afsuski ketishimizga to'g'ri keladi. Va o'zimiz o'ynashga to'g'ri keladi. Boshqa ilojimiz afsuski yo'q. Mana qo'ydimizmi? Birinchi menga kerak bo'lgan narsalar tuxumlar. Mana bu zombilar. Bunga totemni o'rniga A few moments later. my gosh, nimalar bor? Nima olishimiz kerak? To'xtaylik. Mana bu. Panda ekan. Kerak emas. Mana buni olamiz. Menimcha bu emas menimcha. Yana bizga yana nima kerak? Mana buni olib ko'ramiz keyin. A few moments later. Men moblarni o'chirib qo'yganman. Menimcha o'chirib qo'ygandim. Negadir shunday o'chib qolibdi menimcha. Davom etamiz. Moblarni yoqishimizga to'g'ri keladi. Lekin qayerdan? Health will replenish. Eating food will replenish your. Nimadir deyapti. Do'stlar, nima qilamiz o'zi? Nima qilamiz? Do'stlar, qayda o'ynayapti? Bitta mob yo'q bu yerda. Do'stlar, nega? Nima qilamiz do'stlar? Nima qilamiz? O'zimiz bitta uy quramiz do'stlar. Boshqa iloji yo'q do'stlar. O'zimizga bitta uy qurmasak. Demak, biz bloklarga o'tib oldik. Bizga bloklar kerak. Demak, tepadan taxtadan quramiz albatta. Mana bu taxta kerak bo'ladi. Taxtalar, taxtani oddiysi qani? Taxtani oddiysi. Qani? Oddiy taxta bo'lish kerak. Survivalga o'tirib olsam bo'lsa.
Shunda buni maydalab olamiz bir stakda. Yo'q, unaqa qilamiz. Mana shuni maydalab olishimiz kerak. Bir stak. Demek qancha ketdi? Aha, bu ketdi. Ular yetib ortadi bizga. Ha, yana kreativ o'tamiz. Kreative. Va yana bizga nima kerak? Bizga mana bu taxta blokda o'zidan kerak. Va uni qurishni boshlaylik. Tosh blok. Unutibman do'stlar, tosh blokni unutmayman. Tosh blok. Sindirsa bo'ladigan bo'lmagan. Shuni yasasak bo'ladimi? To'g'ri keladi. Mayli, so'ramiz do'stlar, bizga farqi yo'q. Biz bu biz. Kreativda uy qurish menimcha emasman. Chunki do'stlar, hech sindirib ketaveradi-da. Survival'da sindirilmaydi. Kreativda uncha naq qurolmayman. Yo survival o'tib ekan. Bu baland yerlarga ko'tarilib turgandan ko'ra mana shunaqa yaxshi-da. O'zimcha do'stlar qo'yib tashlabman. Do'stlar, bu kayfiyatni tushirmaylik do'stlar. Demak, sizlar obunani bosib qo'yinglar kanalga. Bu kanal meni kanalim bo'ladi do'stlar. Meni akalaringning kanali. Va bloklarni qo'yamiz. Mana va tayyor. Bitta xato qilibman. Mana
Roy belgilab tashlaveramiz do'stlar. Farqi yo'q. Qayerga qo'ysak ham qo'ysak bo'ldi. Mana do'stlar. Demak. Mana. Bu Minecraft nega qotyapti endi? Blok mana. Do'stlar, mana tayyor. Endi bu yoqni yopib chiqamiz. Bu yoqqa. Bunday shunday xuddi chiqib chiqamiz. Bu yoqdan kelib o'tiramiz mana do'stlar. Do'stlar, men qo'shimiz kerak. Mana. Bo'ldi, endi oynasini. Yo'q. Yana bir blok koyacağız. Do'stlar, demak videoni to'xtatishimizga to'g'ri keladi. Maydasizlar do'stlar, hozir so'rab qoldi telefonda. Shunga videoni to'xtatib turamiz. Bu birinchi qism do'stlar, ikkinchi qismda mana shu videoni qurib tugataman. Hammaga xayr. Obuna bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Krokion zuba bo'ldi do'stlar. Demak, hammaga xayr do'stlar.